Sunnatdagi eng ko'p qaysi davlatdan mahsulotlarni buyurtma qilasiz? Eng ko'pini Rossiya davlatidan, Rossiya Federatsiyasidan import qilamiz. Abdulloh aka, Mari Groupda qachondan beri ishlaysiz? Hop, 2020-yildan beri. 4 yildan beri menejer vet, tashqi savdo menejeri. Ishda eng qiziqarli voqea qaysi bo'lgan? Bundan bir 3-4 yil oldin biz tuxum mahsulotini sotib olganmiz ishxonaga katta ob'yomda. O'shani prihod qilayotganda so'mda emas, dollarda qilganmiz. Ya'ni bitta reshotka tuxumni 27 ming dollardan prihod qilib qo'yganmiz. Keyin uni kim to'lagan? Uni hech kim to'lamagan, gap eshitganmiz, keyin qaytarganmiz. Mari Melokoni bizning xalqimiz e'tiroz bildirishadimi, bildirishmaydimi qaysidir narsalar suyuq qopti, quyuq qopti deb? Yo'q, hozircha hech qanaqa e'tirozlar yo'q. Orada bir bo'lib turadi lekin to'g'ri. Bir yilda necha marta safarga chiqasiz? Har oy chiqaman. Har oy. Ishingizning eng qiyin tomoni qaysi? Ko'p mahsulotlar, furalar kelgan paytda sal adashib ketib qolaman. Rasxodlarni, tamashi, narxlarni o'zgartirib qo'yishim mumkin. O'shani rahbarlardan gap eshitib turaman. Ana o'sha jihatdan sal qiynalaman. Safarda eng qiziq voqeani bitta kichkinasini gapirib bera olasizmi bizga? Moskvada выставкада kuni bo'yi hamma o'sha выставкadagilar bilan gaplashib, ko'rishib, kontaktlarni olib, obrazetslarni olib chiqib ketayotgan paytimizda ishing tagida shu massajyor kreslo turgan ekan. O'sha yerda massaj olib, 2 so'mka narsamizni esimizdan chiqib qoldirib ketganmiz. Ertasi kuni boshqatdan yana выставкада o'sha borgan joydan boshqatdan yig'ib chiqqanmiz o'sha narsani. Bir kun kuyib ketgan. Bitta so'z bilan aytganda, Mari Group siz uchun nima? Mari Group bitta so'z bilan aytganda men uchun bu juda katta va ahil oila.